Demak, darslarimizni davom ettiramiz, qadrli dasturchilar. Biz loyihamizni davom ettiryapmiz. Mana bu qismlarni qildik. Buni ham tayyorlab oldik. Faqat hozir eng katta muammo negadir mana bu orqa fonga qo'ygan rasmimiz kichik bo'lib qolyapti. Ya'ni bu konteynerni egallab qolyapti. Bu muammoni hal qilsak, hozir index.htmlga o'tadigan bo'lsak, bizning index.htmlimizda ya'ni main qismda butun hamma mana bu nima deydi, section div konteynerga o'ralgan. Div konteynerga o'ralgandan keyin konteynerni o'ziga bizlar style bergandik. Hozir mana bu yerda o'tadigan bo'lsak, konteyner ya'ni viz 90% butun otasini kengligini 90% egallaydigan qilgandik. O'shaning uchun bu ichkaridagi mana bu rasmga ham ta'sir qilyapti. Hozir buni men olib tashlaydigan bo'lsam, mana buni Command X qilib qirqaman va mana bu eng katta divni olib tashlaydigan bo'lsam, konteynerni ko'rib turganlaringizdek mana bunaqa holatga keldi. Lekin bitta muammo bor. Bular gridga tekislanmayapti-da, bu tomonga o'tib ketib qolyapti. Shuni qanday hal qilsak bo'ladi? Men mana bu L contentni o'zini gridga o'rab qo'ysak shunda. Qani muammo hal bo'larmikan? Yo'q. Buni aytamizki, section emas. Div deb qo'yamiz. Olib tashlaymiz va buni qirqib olamiz, Command X qilib. Shunda keyin konteynerning ichiga tashlasak buni va endi natijani ko'rsak. G'alati bo'lib qoldi. Boshqatdan orqaga qaytamiz. Borni ham yo'q qildikmi deyman. Biz section ham olgan ekanmiz. Section konteyner. Section ham joyda tursin. Xo'p, endi quyidagicha. Demak, L contentni biz divga o'raymiz. Faqat L contentni o'zini o'rab ko'ramiz. L content. Qirqamiz buni. L content bu yerda tugaydi. Bu yerdan qo'ysak. Yo'q. Baribir ham g'alati bo'lib qolyapti bu. Bu muammoni yechim berishimiz kerak. Lekin bizga hozir bundan ham ko'ra mana bu muhimroq. Xullas, konteynerni olib tashlaymiz. L contentga qo'ysak ham bo'lmadi. Bu unchalik yaxshi effekt bermadi. Lekin boyagidek qoldirganimiz ham to'g'ri bo'lmadi. Xo'p, hozir qolgan qismlarni to'g'rilaymiz. Keyin buni o'zini alohida bitta divga o'rab, alohida gridga tekislab qo'yamiz buni ham. Endi biz qayerda qo'ygandik? Chalkashib ketgan bo'lsangiz, section ichidagi konteynerni o'chirib tashlasangiz hozircha, keyin yana buni qo'shib davom ettiramiz. Biz L contentning ichidagi A ga, ya'ni mana bu tugmaga biz style berdik. Mana xuddi mana bunday tugmaga style berdik. Endi biz bunga misol uchun davom ettiradigan bo'lsak, right contentga style bersak endi. Content. Bunga misol uchun viz beramiz. Deylik 520 piksel. 520 piksel max viz 100% qilamiz. Ya'ni o'sha kengligi
o'sha berilgan divni kengligini to'liq egallasin. Balandlik beramiz, avto beramiz bunga. Avtomatik kenglikda. Object beramiz, fit. Misol uchun contain berib qo'yamiz. Shunda mana bunaqa ko'rinishga kelyapti bu. Contain. Border beramiz, radius 8 piksel beramiz. Transform deymiz. Demak, origin. Buni centerga olib qo'yamiz. Markazroqqa. Ya'ni biz hozircha divni o'ziga style beryapmiz. Rasmga tekkanimiz yo'q. Xo'sh, endi negadir o'xshamadi. Biz demak right contentni o'ziga style beramiz. Right content. Bunga biz aytamizki, bunga ham flex spaces 50%. Max width beramiz 50%. Display beramiz, flex beramiz. Justify content beramiz, center. Ya'ni markazdan tekstga joylashadi shunda. Contentni o'zi va vertikaldan ham centerga joylashadi. Justify content center, allocation items center berdik. Sizga notanish bo'lishi mumkin. Mana bu flex spaces bu nima? Men buni yuqorida aytish esimdan ko'tarilibdi. Flex spaces bu agar o'sha elementning otasi ham flex display flex xususiyatini olgan bo'lsa, widthni o'sha otasidan oladi. Ya'ni o'sha otasini o'lchamini 50% dan oladi. Bizda mana bu right contentni otasi ham bundan oldin demak banner ko'radigan bo'lsak, uni otasi display flex xususiyat olgan. O'sha otasini o'lchamini 50% dan oladi. Biz mana shuni aytib ketdik, flex spaces. Hop, yuqorida ko'radigan bo'lsak, bizda bannerimiz mana bannerimiz display flex xususiyat olgan. Misol uchun mana buni width bo'ladigan bo'lsa, yarmini oladi, ya'ni. Shunda 210 piksel bo'ladi. Menimcha tushuntira oldim. O'sha contentning otasi flex xususiyat olgan bo'lsa, mana bu otasini o'lchamini oladi, ya'ni widthini. Bu holatda 210 piksel bo'ladi. Justify content center, allocation items center berdik. Mana endi bevosita rasmni o'ziga o'tsak, bizlar right contentning ichidagi image'ga style beramiz. Image'ga style beramiz. Width kenglik beramiz. Misol uchun 500 piksel. Shunda sal mana bunaqa kichikroq bo'ladi. Bunda ko'radigan bo'lsak, deyarli shunday. Salgina deyarli. Agar 600 qilsak, kattaroq ko'tarmaycha. Ozgina kattaroq bo'lar ekan. Bunda o'sha 500 turgani ma'qul ekan. Qaraysiz, qaysi bir qulay bo'lsa, o'shanda foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Max width 100%. 100% kenglikgacha kengayadi bu. Endi yana nima? Balandlik beramiz, avto beramiz. Avto. Hop, object hit contain. Xo'sh.
menimcha bo'ladi. Transform origin center beramiz. Centerga joylashadi shunda. Endi biz bunga bitta style berishimiz kerak, aniqroq animatsiya berishimiz kerak. Xuddi mana bunday aylanib turish uchun biz buni animatsiya darslarida o'tganmiz. Keyframes orqali bo'lardi. Misol uchun keyframes deymiz. Misol uchun nom berib qo'ysak bo'ladi. Qanday desak bo'ladi? Aylanami? Slow aylana desak, xo'p. Xo'sh. Endi biz bunga style bersak bo'ladi. Aylanaga. Transform rotate ishlatamiz. Rotate. Yo'q, bunaqa qilmasdik. Foiz bersak bo'ladi. Misol uchun 100% bo'lganda biz ishlasak bo'lardi. Yo'q. Bunaqa emas. Esdan chiqdi. Uzr, kamchiliklar uchun bu video taxminan 2,5 da yozilyapti, o'shaning uchun hammasi esdan chiqyapti, lekin aylantirishimiz kerak buni. Agar siz buni videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, o'sha darslardan ko'rib aylantirishingiz mumkin. Keyframes orqali qilardik. Slow rotate gradus berardik aylantirish uchun. Men aytamanki 100% bo'lganda, xo'sh. Demak, transform rotate 360 dek. Shunda 360 gradusga burilsin. Qachon? 100% bo'lganda. 100% holatida, aniqrog'i. Xo'sh, endi buni bizlar animationga, mana bu imagega animation bersak bo'ladi. Animation name, durations, davomiyligi, timing function, delay, qachon kechikib, xullas va hokazo o'sha qiymatlar beramiz. Buni biz slow animatsiyaning nomi bizda slow rotate edi. Mana bu slow rotate. Xo'sh, endi misol uchun qancha sekund aylansin? 60 sekund qilamiz va misol uchun liner qilamiz va doimiy qilamiz, infinite. Shunda hop, bu bizniki emas, bu bizniki. Quyidagicha aylanyapti. Tezligi menimcha yomon emas. Tezligi bo'ladi. Xo'sh, endi bitta muammo qoldi. Mana bular ham to'g'riladik. Buni ozgina kattaroq qilsak. Birinchi o'rinda bu menga yoqmayapti. Salgina kichikroq bo'lib turibdi. Bizda bu L contentning ichidagi H1. L contentni qidiramiz. Icons, L content. Logo, ming bor zo'r. Font size qo'rqmasdan 40 bersak bo'lar menimcha. 40 piksel. Anchagina kattaroq ko'rindi. 40 piksel. Hop, yana bitta narsa sizga topshiriq bo'ladi. Mana bu yerda ko'radigan bo'lsangiz, shadow bor. Pastki qismda ajralib turibdi. Mana shuni ham qilishimiz kerak bo'ladi. Undan so'ng yana bitta narsa bor ekan bizda. Biz buni qilmadik. Scroll bo'lganda JS yozishimiz kerak, logika. Mana bu holatga kelish kerak. Ya'ni quyidagicha. Demak, loyihamiz ancha ko'zga ko'rinarli bo'lib qoldi.
quyidagi holatga kelyapti. Faqat biz bitta qiladigan ishimiz, kamchiligimiz mana bu shadow qismini to'g'irlashimiz kerak va undan so'ng mana buni ham to'g'irlashimiz kerak va scroll bo'lganda bizlar CSS klassi yozib qo'ygandik, agar eslaringizda bo'lsa, scroll degan header, mana bu header scroll bo'lganda qiymatlar yozgandik. Mana bu. Ya'ni bizda ham o'sha navbarni mana bu background'i o'zgarishi kerak edi. Mana bunday. Shuni qilsak, mana shuni o'zini keyingi darsda ko'ramiz. Ancha aytganimdek, loyihamiz epaqaga kelib qoldi. Xullas, keyingi dars ko'rasiz va davom ettiramiz.